6 yoshda yosh ko'rinishimiz sirini ko'rsataymi sizlarga? Maryam 36 yosh, siz muncha yosh ko'rinasiz deysizlar-ku. Qizlar, men sizlarga o'zimni uxudimni ko'rsataman hozir. Bu meni penkam, Bioderma 1,5 yildan oshdi уже men shuni ishlataman. Men shu ikkalasini aralashtirib ishlataman. Ikkalasi ham kombinirованный yuzga. Yog'lanib qolgan paytda mana buni ishlataman. Qurib qolsa, buni ishlataman. Toner menda hozir 2 ta. Bittasi Anovadan, mana Medicapmi. Buni haftada 2-3 marta ishlataman. Buni har kuni ertalab ishlatyapman. Micellarga обязательно har kuni kechki payt faqat. Bu ham Bioderma. Zimniy pudra ikkalasi bor, lekin ikkalasini ham почти umuman ishlatayotganim yo'q. Men tushunmadim nimaligiga to'g'risi. Niacinamid qizlar bu отдельный gap bu. Bitta niacinamid ordinary Anova boshlayotganlarga zo'r deyman. Har kungiga yengil особо прям nimadir o'zgarib ketganini bilmayman, lekin bundan keyin makiyaj zo'r yotadi nimaga. Buni haftada 1 marta faqat ishlataman. Yaqinda oldim, testirovat qilib ko'raman. Yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, sotuvga chiqaramiz. Retinol. Ikkalasini ham ishlataman. Buni 2 haftada 1 marta yoki 10 kunda 1 marta. Retinolni har 2-3 kunda ishlataman, chunki meni уже yuzim o'rgangan. Selimax retinol и ordinary retinolni ishlataman. Bu yerda 0,5, bu yerda 0,1. Kichkina procentligini oldim. Buni ishlatayotganimga 4 oy yo 5 oy bo'ldi. Menda ham 26 yoshdan boshlab yuzimga, ko'zimni teylariga ajin tushishi boshlagan. Faqat ordinarynikini ishlatardim. Buni ham testirovat qilib olish boshlaganimdan keyin buni уже olmay qo'ydim. Mana ostigida ozgincha qolgan. Faqat buni bitta pravilasi bor. Eng katta pravilasi питательный крем. Yuzingizga tushadigan увлажняющий питательный крем. Обязательно. Ikkita krem ishlatyapman hozir. Buni и buni. Bu yerda mana. Meni yuzim kombinirованный. Buni quruq joylariga, buni esa yog'li joylariga ishlataman. Buni endi boshladim. Xudo xolasa natijasini yaxshi deb o'ylayapman. Pedlarni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana bunaqa hamma ko'pchilik o'zi hozir trendga chiqib ketdi. To'g'risi har kun emas, nimadir katta o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman. No, poralarga deb olingan bu narsa. Poralar menda bor, mana. Poralarim bor. Shu poralarimga olganman. No, qisqarish bor. No, globalniy katta o'z izmeneniya bo'ldi deb aytolmayman, balkim 3-4 oylab ishlatsam, balkim foydasini sezarman. Buni koreyskiylari ham bor hozir. Men Mixit'nikini bir-ikkita narsalarni ishlatib o'rganganim uchun Mixit'nikini oluvdim. Narxi 200 mingdan oshiq edi. Bilmadim, to'g'risi.